Ulan karıştırılıp olmamsa akka. Fakat bulanmadır. Sana bir vuruyta başka bir yaman bulanmadı. Aldıraşma. Zaten bir İngiliz sazı. Ulan akka. Gidersin. Aka topta. O burjonu damımız uruyuyorsa edisi düşkünün kılmam yok. Hatırcan bolsa, yetişici kullanıştım, bir anahtarmak düylap bolsa. Güzel çay yok. Hopa! Öldüm değil mi bak be? Hopa! Hey. Ma bir sıkıntı böyle açık baklet muhtaçlıkta. Balam, nim oldu? Titrevatsan o. Sen Mücahidin yok aslında. Ha, tamam, sen icazı. Aşkıtıla otuna utan bilenmedi. Ondan sonra çayını kızı şey. Ben içip olgandan keyin mesela bir doktorxonaga apırıp bir köstüp keleyim. Boldu da. Şey. Ha, boldu da bir damqıç yaxshilab ketimi deyman, xotirjam bular. Bir damqıç oңшilib ketimi. Qara balam. Anan rahmetlik ölüp ketgenden yağımı ne çıkıtımdım hiç bir toy qilishqa olmayotsa. Menimi bir putim gurksangilab qoldi. Bo'lsa beshimni o'ngshab qo'ysam, mushundaq bo'lib qolgan vaqtlaringda ayoling olamdan obdan xayr olgan bo'ladi. Men bu xotirjam ko'z yumgan bo'lardim balam. Ma'qul desam boldirroq bir to'yimni qilib qo'yaylar. Dadam men shu qiladigan tijoratni hammani qilib boqdi. Biroq uningki natijasi yaxshi bo'lmadi. Men bu kayfiyatim bilan to'y qilsam bo'lmaydi dadam. Men shunchaqroq hisob to'plab, mablag' to'plab, andin to'y qilaman. Shunga meni bu jihatni qistimsan. Senin bu gapni deganingga necha yil bo'ldi balam? Ya bir ishni ipini topolmadim, ya bir ishni tutib qilolmadim. Buzib etgan pullaringni oz emas. Bundan burun qilgan ishlaring olg'a bosmagan bo'lsa-mi, to'y qilib olsang, turmushing butun bo'ladi. Turmushing butun bo'lsa, ishlaring ro'naq topadi. Putqulangda harkat, oilangda barkat bo'ladi balam. Men sendan xotirjam bo'lma balam. Boldi qiladi da. Bu gapni keyin deyishini. Men bir sirtqa chiqib keladi da. Ma, chiyani ishmamam sen. Boldi da, boldi men. Chiyani ishmam bo'lmay tatma. Canım aka, men yaman bulanmadı. Yaman kızını git parmağı, bir çekim bir aka. Ben at hamma pulini biriktirma, canım aka, Allah kılmama, isin adısı men yaman bulanmadı. Oh. Ilimi ne çıkartan boldu Allah sen bundan misi tamak çıkıvat kılıyor. Ne çiminko karz ulap buldum. Aval karzı kaytu anda tamak yapışalıysa. Bundan kılma aka, yaman canım kaçıp gitti. Yaman ben yerim ağrıp git var, bulanmadım aka.
Ay Kasım pul çısılı ben sana hemen bir yutum aka. Bir kete. Muş bir kete ağzını bir kete aka. Dakıma bir çıkıyorlar. Kasım'ın pulçusun dedim mi? Hak'ның hata ұрып қойған пұлны неше кетім тамақ ішіп тұтып болды. Yani Hak'ның картаны пұлыры да қоя алып қоятын сен. Hak'ның несі шыққан ба де картаны пұлыры емдіға. Güzel düştü. Қандай дегенің ма? Aka o kartamga hata olgan pul emas. Uni bir adam meni yaxshi bo'lsin deb men yordam qilib urayotgan pul. Men chuqur hamma pulni qaytarmay aka. Men bir erkak va'dam turma jinim aka. Men seni hamma pulni beraman. Men undaq qilma bir chekimda aka. Yomon qilinib ketdi. Ma kelishmaslik de qaranglar. Erkek deydi ma bizni. Ezilik erkek. Lavze. Ulan erkek. Tuzu yok erkek. Şi yok erkek. Keçi yok erkek. Keçi yok erkek. Nisi erkek. Allah'ın üstüne bunu kırar. Lan şu erkek. Karızda erkek. Toktanla. Karıma bölmez. Kulağa bak güzel bir. Pul tepes. Anam dikiminizde. Sine kançile gerçeklikten önüme bilemem. Bu kulağa güzeldi. Jinim aka, bunda mening g'arorim tegma. Men mushu iflos aqtamaki ko'nglim bo'lsa, üzerine senin aldığında harlatmaydı. Sen bu kunlarda mendin üte hiçbir şeyin günü kalırsa. Ondan da etmek ha, onun müdahale'yse. Gör. Sen mine üzerinde gün kalıdı o da derse. Ha? Böyle var mı sen aksatkan bile güzel çekmeyme. Sendeki imriye çek durma. Sendeki ek yok saranla. Akçeki adam kayla. Bu sendeki vatılışıdı, mazlışıdı. Bana yalvarıp bundan kilise. Ben ölsem mi? Sendeki gün kalmayma. Kutuma. Bana yükle. Kuya Arap ne? Bu. Pul geldi. Pul Türkiye'de kaldı. Karap bakın. Bana pul çıktı. Bana pul çıktı ka. Ova, kanda saran doyma saranı pulurıp bırakka. Osman. Bana bir çekim tamak verip al pul nekile bildi verip. Buladı beni. Bana. Böyle bir kilesen böyle. Bo'ldi tog'a, siz degan kartaga pulni urib etdim. Rahmat qizim. Siz menga o'ta ko'p yaxshilik qilyapsiz. Men sizning bu qilgan yaxshiligingizni hargiz unutib qolmayman. Unda demang tog'a, bu pulning hammasi sizning ish haqqingiz emasmi? Shu bunda tuzlik qilishingizning hech qanday hojati yo'q. Bolam agar necha oylik maoshimni oldim bermagan bo'lsangiz, bolamning kartasiga vaqtida pul uranmagan bo'lsam, bu cho'qim qonunsiz yo'l bilan pul tepishga urinibdi. Shunga bu ishda sizga ko'p rahmat bolam. Bir ish kallamdan faqatla o'tmayapti tog'a. Siz nima ish qilganingizning zahar chekadiganligini bilib turib, unga yoshirincha pul bersiz. Siz nima ish qilganingiz zahar chekadiganligini bilib turib, uning oldida bilmaslik solsiz. Nima ish qilib balangizga nasihat qilib, uni bu yo'ldan qaytarmaysiz. Balangizga bizning mashg'ulotimizni ishkizgan bo'lsangiz, u allaqachon bu yo'ldan yeni pul emasmi? Amaliyotda men shu siz degandek qilishni o'ylaganman. Lekin bu bolam kichik edilar, bek aqlli, bek axloqli bo'lgan bo'ldi. Menimcha bu bolaning bu yo'lda men qilishi hargizmi uningki axloqsizlik, vijdonsizlik, nacharlikdan bo'lgan emas. Balkim uningki bir mezgillik qaymoqosh, gangrash bilan nachar bir muhitga uchrashib qolganlikdan bo'lgan. Buni oldida uning zahar chekishini bilmaslik sezishimdan sababi bo'lsa bo'lar. O bugunga qadar har qancha xumor tutib, ichini qiynab azoblansimi o'zining zahar chekadiganligini meni bilib qolmasin deb men bilin demaslikka tirishdi. Lekin amaliyotni buni hammani bilib turdi. U hatto zahar chekishga ba'zi zodi pul qolmasimi, uydagi jinchaliq narsaga chekilib boqqan.
Hatta men uning ko'ziga cheliqadigan shunaqa yerga pul qo'yib qo'ysammi, men xiyonat qilib boqmadim. Demak, garchi u zahar cheksimi, g'ururini yo'qotdi. Shunda uningga xato yo'lda menayotganligini bildirib, uni bu yo'ldan to'sqin bo'lsinmi lekin, uni hamon bir kuni o'zi o'yinib to'g'ri qaror chiqardi. Zaharni cho'qim o'z irodasi bo'yicha tashlay oladi degan umidda men uni hargiz yuziga silib boqmadim. Amaliyotda bilan uningga boshqalarning tarbiya berib, zahar tashlatqizganda o'zining qat'iy bir iroda kelib, o'zligini tashlatishni bir afzal deb qarab kelgan. Shuni buni bu yo'ldan to'smay o'zining mayliga qo'ygan. Deganingiz noyib to'g'ri tag'an. O'ylab baqdingizmi? Burun 1 oylik pensiya maoshingiz uning 1 oylik chekishiga yetdi. Lekin keyincha necha kungim yetmaydigan bo'ldi. Men endilikda tag'an yashinib qolgan bo'lsingizmi, shirkatimizda ishlab topgan qo'shimcha tabovutingizni u tutunga aylantirib berdi. Qarang tag'an, bu patqoq ketib qolgan odamni vaqtida tortib olmasa, bu patqoqqa texim cho'nqir petib ketadi. Bargan sari g'ururim yo'qdi. Shunga tag'an, siz bizning mas'uliyatning rolini obdan bilgandikan, uningga bizning mas'uliyatimizdan berib, uni bu yo'ldan balduroq qaytarib olaylik. To'g'ri deysiz qizim. Balam nega mangdim buna? Ha buzulup ketdik ya Rehmet Han kapır boğuştuk bile. Va yeli saqitdi bu nimda biz. Ya çıkmadı dedi bunu ben Rehmet Han kapır boğuştuk bile. Va yolg'onsiz qo'yiblar. Rast değmedi daha bu. Rehmatjon to'laymiz telpinbas kilidan. Yel kilidni uyda oltimiz. He hazır o Rehmetçilik kemme apır boğuştuk kalsam bundan da. Balam bunu qo'y. Biznem ishimiz bir tuzuk bir paranlaşaylar. Dada işkimiz paranlaştıkça ne böyle işte çıkıp gidiyor bunu vaktinde oğuştu bütün onları. Balam gap angla, buni sen o'ng'shatmaysan, men bilmasini qo'zg'on degan ma'ni chiqib seytib belg'i nejisini cheksa, men bilmem demak. Dada bu Amaliyotda balam men burunli seni chekdiganligini bilib qo'ygan. Mali qo'yibdi. Ishimiz tuzuk baramiz. Balam men seni zaharga xumarib chekishga boshlig'ini olmadim deydi. ya da men bu zahar yakın olmadım deyman. Meni ko'zimga bir qarab bir deb boqana balam. Ko'zimga. Men bir deb boqay. Dada sen bu benim bu yol mangılımı baştalı bilipse neymiş ki baştalımını bu patkaktan tartıp çıkmadı? Neymiş ki bu yoldan beni tosmadı? Neymiş ki benim bunda buluşum sebepçi bulursa? Qara balam, sen kichigini tartibla chechen, aqlli bola bo'lganligingcha, shundaqla men seni jondagi kallas eng o'tkir odamdan bo'la oladi deb o'ylaganligimcha, seni o'zi menayotgan bu yo'lning yomon yo'l ekanligini bilalaydi. Hamda sen bu yo'ldan tiz yana oladi deb o'ylagancha. Lekin amaliyotda men xatolashibdim. Sen degandek xatolik mendan o'tdi. Şu vakti beni derhal toskan bolsa men bunçula bulap gitmeydim nasmı dada? Bunçula eğilişip gitmeydim nasmı? Men endi bunu bir ketim çekmişsem mi? Turanmaydigan, güzem uykum kelmeydigan, tutun dadınım ağrıp, süngeklerim çekilip ketgende şunda azaplanaman. Men senden bunu öğrengendim tartıp senin nurgun mal dünyalarını buzuk çeçip ettim dada. Şu men sana dada pul ver deyiştin numuz kılıp. Men şu televizorunu açıkıp, setip, piştal olsun o çıkı olaydı geldi dada. Men yaman bulamadım dada. Yaman kışınıp gitti. Celim şurada. Çık etmedi ya. Balam men seni tosmadım mı? Men seni yaxshi yo'lga boshlamadim mı? Men sana sen aqsanga kelgandan tortib, sana yomon yo'lga mangmaslik, qonunsiz ish bilan shug'ullanmaslik, yomon odamni keyniga chirib yomon yo'lga mangmaslik, kishilarning nazaridan tushib ketmaslik to'g'risida oz nasihat qildim men. Qara balam, men ishimizning o'tirisidagi padishahdan ko'tarilib ketishidan hamda sana zahar chekmaslik to'g'risida nasihat qilsam, qilgan nasihatimning aks ta'sir berib qilishidan ansirab, sening o'zingga nasihat qilib,
senin bu yoldan yenişinge bek işengen. Seni nait to'g'ri qaror chiqaralaydi deb qirg'andim. Chunki sen nait aqlli, chechan bo'libsan baba. Men xatolashibman. Bu netis aq. Sening g'ururingni, vijdoningni yo'qotib, kallangni shuyib, mingni ishlamaydigan sarang qilib. Aslida men shu chaq sen to'sqan bo'lsam bo'lam, bunchalar bo'lib ketmaskansa. Kaçırgen dada. Ben bu aktıcısını bir kendim başka katli çekmeyeyim ben. Yaşlı adam bunu ben dada. Dada, ben bulanmadım. Benim bütün bedenim şunda ağır oldu. Burada bu çıkıvetkenlik ağırıp gidip var mı dada? Bir çık ulan. Ne yaptın belki? Ben bu değil çok çekmeyeyim ben dada. Ben bulanmadım dada. Ben bırkıdım. Mantızlarga bir qetim chiqinglar. Bir qetim chiqib bular. Qattiq chekmayman. Sen nima shuni qilaman tata? Zodi pul yo'q jinim bilan menda. Bunda dema tata, men bulanmadi. Faqat pul yo'q. Senin tata men bulanmadi dema. Senin tata bir qetim chiqib bir pullar. Uni yo'q chekmayman. Men haqiqiy erkak lazım turmadi tata. Ulan mende hozir bir sinif pulim qolmadi. Men necha vaqtdan beri sen pulga muhtoj bo'lgan vaqtingda sen bilimdimi? Kartonga har oylik maoshimni urib berib kelgandim. Nima tata? Bu pul asli sen o'qanma. Shundoq bo'lam. Necha vaqtdan uyoqqa sening kartonga bilimdimi pul urib bergan edim derman. Sana o pullarni bilimdimi berishim, sana pulga muhtoj bo'lgan vaqtingda sening pul topaman deb qonunsiz yo'llarni menishimdan ensirgandim bo'lam. Shundaqla oxiri sening bir to'g'ri qaror chiqarib, shu yomon yo'ldan yenib kelishingga ishongandim bo'lam. Çünkü sana ming odamning qilgan nasihatidimmi, o'zingning bir qitim to'g'ri qaror chiqarishi sening zahar tashlashingdagi eng unumli dori bo'ladi. Endi sen bu uydagi hech qanday narsani chiqib setishni o'ylama. Chunki bilan bu uydagi har bir narsani Alloh rahmat qilishimiz, oz yeb, oz kiyib, butun qon tarbiyatimizga yig'ib to'plab shunchalar qilgan. Bu uydagi har bir narsani ko'rsa, xuddi onani ko'rganda bo'laman baba. Shu boshqa sening hech qanday narsaga cheqilishingga, hech qanday narsa setishingga yo'l qo'ymayman. Canım tata. Yürgünde daha ben çadıyamadım. Canım için batmadı da. Ben bulamadım. Kuş bırakıntım canım tata. Tok. Bana bu anamdan kalkan bir teberrik kılıp. Ben buna endi bulamdan to'ylab chiqmasa, endi kelinga sen qo'yasizlar deb buni vasiyat qilib qoldim. Endi sen buni setib yo'qtamsa yoki bo'lmasa Oldu kıldı da. Ben bulamadım canım tata. Ben yaman kızını ayağlarını tutmam. saklap Vay vay. sen koyamsa Ben yaman bulamadım tata. güzel salla. Ben yaman bulamadım. Ben çadıyamadım. Lekin
Ulan aşkına berpa qilgan bu uydaki her qandaq narsani setishanga, chiqilishanga herkes yo'l qo'ymaydi. Agar satadigan ish bo'lib qolsa, men o'lgandek bo'lsa, men o'lguchi bo'lsam, bu oilani herkes vayron qilmadi. Endi bu sana tevbe bo'ldi bo'ladi. Buni setib tutunga aylantiruvchamsa, kelgusida ayolingizga birlikka hisob qo'yamsa, buning hammasi o'zingizning ixtiyor. Esingda bo'lsinki, bolam, haqiqiy bir erkak o'z oilasini hargizmi vayron qilmaslik kerak. Mayli qaysi zamon, qaysi makon bo'lishidan qat'iy nazar, zahar azaldan qarshi ilingan buyum emas. Hammamiz birlikda zaharni cheklaylik, zaharni rad qilaylik. Sog'lomlik hayotning manbasi. Zaharni yaroq turib hayotingizni qadrlang. İnsaniyet sağlamlığa muhtaç. Ruhi ve cismani sağlamlığımız için zaharni cheklaylik, zaharni rad qilaylik. 我最亲爱的朋友们，为了亲人们的幸福，让我们大家一起努力，珍爱生命，远离毒品。 Çıktım uydan tün nisbida Anam tuymasdan Sırlık tuman qaynimiga Şudum asta Çıktım uydan tün nisbida Anam tuymasdan Sırlık tuman qaynimiga Şudum asta Tütünlerge boğuldum asil iridiyetinim Koya cennet huzurida yayıldı içinem Ata anam bisatini tütünge sattı Maişetlik tün koynağa özemni attı Çırmav aldı vücudumni sırlık tumanlar Dilda kaldı şirin düştek arzu armanlar Kıynav
davamlıq öz ilkimizdə buluşu üçün zəhərdən jiroq turing. Zəhərni chekləyli, zəhərni rədd qilayli. Drugs negatively affect all of us, no matter where in the world we are. Just say no. Amaliyotda nurg'un narsalar bizga xushalliq olib keladi. Oddiygina narsalardan cho'nqur ma'no, xushalliq, mehr-muhabbat, qizg'inlik, rozimanlik topa olamiz. Ammo sizda qanoat qiladigan qalb bo'lmasa, bilib bilmay ulardan ayrilib qolasiz. Shunga birdamlik qiziqish va havasini deb hayotingizni nobud qilavermang. Zahardan jiroq turayli. Alzat biopan texnikasi yangi hayot ichimligi. Zaharlik ichimlik va chekimlikdan xalos bo'lish davri yetib keldi. Alzat yangi hayot ichimligi uzun yillik tadqiqotning natijasi bo'lib, yemaklik orqali zahar tashlashdagi bosish xarakterlik mahsulot. Jungo tibabeti maxfiy retseptiga asosan zamonaviy fan texnika orqali ishlab chiqarilgan, zahar va doriga xumor bo'lishni tez vaqtda tugitadigan saf yechil mahsulot. Zaharga xumor bo'lib qolguvchilarga yangi hayot elib kelguchi Jungshan Alzat biofan texnika cheklash shirkati bozorga solgan yangi hayot ichimligi.